qaysi biridan boshlash kerak? Birinchi IELTSdanmi yoki SATdanmi? Xo'p, demak, men aytgan bo'lardimki, birinchi IELTSdan boshlash kerak. Chunki nimaga? Xo'p, demak, siz SAT o'rganib universitetlarga topshirmoqchimisiz? Siz demak, o'sha yuqoriroq universitet topshiryapsiz. Bu universitetlar topshirayotganingizda sizga IELTS natijangizdan ko'ra SAT natijangiz ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun bunday olganda SAT balandroq bo'lishi muhimroq. Xo'p, IELTS demak o'zi testlarga umumiy baho bersak, IELTSda siz demak listening, reading, writing, speaking bo'lsa, ingliz tiliga umumiy qobiliyatlaringizni, umumiy bilimingizni o'stirasiz. Ya'ni o'qish, tinglash, gapirish, yozish. Bunday olganda ingliz tili haqida umumiy ko'nikmalaringizni rivojlantirasiz. Mana shu sizga SATni o'rganishingizda ancha kerak bo'ladi. Chunki SATda o'sha keyingi qism universitetga tayyorgarlik bo'lsa, o'sha ingliz tili yuqori darajada qiyinroq savollar bo'ladi ingliz tilidan. Bularni yaxshi o'rgana olishingiz, tushuna olishingiz uchun siz IELTS orqali umumiy ingliz tilingizni rivojlantirgan bo'lish kerak. Bo'lmasa qiynalasiz. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, birinchi IELTSdan keyin SATga o'tsangiz bo'ladi. O'sha SAT'ni yana o'rgansangiz, o'sha juda ham yangi narsalarni o'rganasiz. IELTS'ingiz yana o'sha umumiy bilimingiz rivojlanadi ingliz tilidan. O'sha IELTSni yana qayta topshirsangiz yuqori natija erishasiz. IELTSni men birinchi 7 olgan bo'lsam, sizni qo'lingizda keyin SAT yana o'rgandim va SATda o'zim uchun juda ham yangi foydalar va yangi bilim topdim. Bu orqali ingliz tilini juda ham yaxshi ko'tardim deb o'ylayman. O'sha yangi ingliz tili bilimim yaxshilangandan keyin IELTSni bir hafta tayyorlanib qayta topshirgandim. IELTSim 8 bo'ldi. Shuning uchun o'quvchilarga maslahat berardimki, birinchi IELTSda demak umumiy bilimni oshirish kerak. Keyin SATda qiyinroq masalalarni ishlab yana rivojlantirsa bo'ladi bilimni. Keyin yana IELTSda qayta topshirsa, o'sha ikkalasida ham maksimal yaxshi natijaga erishadi. Winners Academy. Everyone can be a winner.